Sizlar so'radinglar, men yo'lmadim. Ko'pchilik bilsa kerak, o'tgan videomda 1000 ta like qilib bersanglar, Geralt full nastroyga qilib beraman degandim. Yo 1000 tadan ko'p like qilib bersanglar, mana endi sizlarga Geralt full nastroyga qilib beraman. Qani videoni ko'ramiz. Birinchi qiladigan ishlar App Store ili Play Marketdan Geraltni qidiramiz. Geraltni qidirib bo'lganingizdan keyin uni skachat qilib olasizlar. Esa pastdagi 3 ta bo'limdan ya tugmasini bosasizlar va Geraltning Brolik podpiskasiga obuna bo'lasizlar, ya'ni sotib olasizlar. Geralt podpiskasini qanaqa sotib olaman desanglar, oddiy UzCard Humolada ishlamaydi, o'shaning uchun faqatgina Visa karta kerak. Bo'lganingizda o'zi men Geralt podpiskasini sotib bo'lganman. Ana endi nastroyga qilishga o'tamiz. Bu yerda yaxshilab qarasanglar, nastroyga degan joy bo'ladi, o'sha yerga kirib olamiz birinchi. Bo'lganingizdan keyin o'zi ikkitasi o'chib o'tirgan bo'ladi, o'shani yoqib qo'yamiz. Keyin esa qiladigan ishimiz pastdagi tugmalardan Uskort bo'limini tanlaymiz. Uskort bo'limidan Global PUBG Mobile'dagi tillarni ko'ramiz. Ko'rishingiz mumkin bolalar, bu yerda Osiyo, Rossiya, Yevropa, Avstraliya, Yujniy Amerika degan ko'pincha tillar bor. O'shalarni tanlamaymiz, biz ularni tanlamaymiz, faqatgina Rossiyani tanlaymiz. Unutmanglar. Keyin esa ozgina kutsanglar o'zi avtomatik PUBG ga kiradi bolalar. PUBG ga kirib bo'lganingizdan keyin tilni men ko'rsatgandek qilishinglar kerak. Juda yaxshi ko'rinmayotgan bo'lsa, mana pastga yozib qo'ydim, o'sha yerdan ko'rib olsanglar bo'ladi. Maslahatim pastdagi 60 soniyani yoqishinglarni taklif bermayman, yashaydigan server tashlab yuborish mumkin. Bu bilan hammasi hal, saqlashni bosib, o'yinni boshlab ketaverasizlar. Mehnatimizni qadrlagan holda videoga like va podpiska bosishni esdan chiqarmang. Bundan-da yaxshi kontentlar bizning kanalimizda.